Bu haqda kunda kunora xabarlar chiqib turibdi. Taqdirlaganlar orasida yashirishning hojati yo'q, munosiblari kam. Masalan, O'zbekiston energetik tizimini bosh rahbarlari, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Ulug'bek Mustafoyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi faxriy unvoni bilan mukofotlandi. O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati raisi Dadajon Isaqulov mehnat shuhrati ordeni bilan, energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov esa do'stlik ordeni bilan mukofotlandi. Energetika ta'minoti qatorasiga bir necha yillar mobaynida xalqning tanqidiga, uning rahbarlari esa xalqning nafratiga duchor bo'lib turibdi. Poytaxtda chiroq o'chib turishi oddiy holga aylangan bugungi davrda energetika tizimining rahbarlari mukofotlanishi shartmidi? Mustaqillikning 33-yilida xalqni 200 kilovatlik limit bilan siylagan energetika sohasining amaldorlari menimcha mukofotga emas, prokurorning g'azabiga ega bo'lishlari kerak edi. Bilim emas, sadoqat muhim etib belgilangan O'zbekistonda bu yilgi mukofotlardan hokimlar ham quruq qolishmadi. Mamlakatning eng korrupsiyalashgan qatlamini asosi bo'lgan hokimlar mana 7 yildirki O'zbekiston qonunlariga bo'ysunishmaydi. Ular bugun aholining emas, prezidentning har qanday buyrug'ini bajaruvchi askarlardir. O'ziga o'ta sadoqatli bo'lgan bunday askarlarning yelkasiga albatta har qanday prezident tez zarbof to'n tashlab turadi. Bu yil prezident Andijon, Navoiy, Samarqand, Surxondaryo, Xorazm va Toshkent viloyatlari hokimlariga davlat mukofotlari berilsin dedi. O'zbekiston hokimlari aslida bugun mukofot emas, jazo olishlari kerak. Hammasi yoppasiga. Viloyatdagi eng yopiq amaldor, ishxonalari qo'riqlanadigan, kabinetlariga oddiy xalq ming chig'iriqdan o'tkazib kiritiladigan, xalqdan ajralib turadigan toifa bu O'zbekiston hokimlari. Mamlakatni bugungi holga keltirgan mexanizmning asosiy murvatlari bu bugun siz va biz bilgan hokimlardir. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov prezident u kishiga fidokorona mehnatlari uchun davlat mukofotini berdi. Ko'cha odatlari, rusumlari, tutumlari va jargonlarini hokimiyat kabinetlari va koridorlarga ko'chira olgan bu amaldorning qiliqlari internetda mem bo'lib ketadi. U kishining xatti-harakati, gap-so'zlari, qiliqlari mingta savol paydo qiladi. Lekin u hech qaysi savolga javob bermaydi. Muxbirlar va blogerlarni bir tiyinga olmaydi. Hokimlarning ichida jurnalistlarga qarab, qo'llaringdan balo ham kelmaydi deb ayta oladigan yagona hokim Shuhrat Qo'shaqboyevning o'zi. Viloyat byudjetidagi pullarning xarajat haqida bu hokim hech kimga hech qachon hisob bermaydi. Bir necha yillardan buyon Andijonning Xonobod shahrida o'tayotgan Jahon sadosi shousiga qancha pul ketganini bilaman degan jurnalistlarni onasi og'zidan keldi. Jahonga mashhur o'sha Eminem, Tarkan, Boni Emu yana allambalo qo'shiqchilar bugun Andijonda Xonobod degan shahar borligini bilishadi. U yerning xalqi jonli qo'shiq bilan fonogrammani farqiga bormasligini, ikkita qo'shiqni fonogramma yordamida aytib, 100 minglab dollar ishlab ketish mumkinligini ham o'sha satang yulduzlar yaxshi bilishadi. Bir necha kun davom etadigan O'zbekistonda o'xshashi yo'q bu musiqiy shouga Andijon viloyati byudjetidan qancha pul sarflangani ochiqlanmaydi. Ayni paytda esa viloyat ijtimoiy hayotida kambag'allar bor. Bolasining dori-darmoniga internet orqali pul yig'ayotgan ota-onalar bor. Viloyatda tuzukroq ish topa olmasdan Rossiyaga va boshqa o'lkalarga ketayotganlar ko'p. Bir necha yil klasterga paxtasini berib pulni ola olmagan fermerlar ko'p Andijonda. Ularga o'sha klaster bilan shartnoma qilishlariga Andijon hokimi janob Abdurahmonov motivatsiya bergan edi. Agar o'sha klaster pulingni bermayotgan bo'lsa, men uyimni sotib bo'lsa ham pulingni to'lab beraman deb katta ketgan janob hokim hozir o'sha gadoyga aylangan fermerlarni qabul ham qilmaydi. Viloyat hokimidan fermer dehqonlar norozi bo'lsa ham prezident undan rozi ekanki, unga fidokorona xizmatlar uchun degan mukofotni ravo ko'ribdi.
Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlandi. Mehnat shuhrati. Ya'ni inson shunchalik el uchun, yurt uchun ezilib, tuproqqa qorishib mehnat qildiki, uning mehnatining shuhrati prezidentgacha yetib bordi. Va prezident uning mehnatining natijasini ko'rib, unga mehnat shuhrati degan mukofot berdi. Surxondaryo bugun eng korrupsiyalashgan, kriminallashgan zona. Negativga kelayotgan 10 ta shikoyatning 9 tasi Surxondaryodan. Surxondaryoga bugun beriladigan sifatlar mana shunday. Yo'llar abgor, ichimlik suvi bormagan hududlari ko'p, ta'lim tizimi nochor, qishloq xo'jaligida qo'shib yozish yuqori, prokurorlari poraxo'r va nepotizmchi. Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovga juda ko'p fuqarolar arz va shikoyatlar ko'tarib borishadi har kuni. Biroq u janobni hech kim joyida ko'rmaydi. Uni qabul kunlarini poylashni foydasi yo'q. Janob Qosimov shunchaki qabul kunlari idorasida bo'lmaydi. Sababini esa xalqqa tushuntirmaydi. Shu kunlarda yuzlab surxondaryolik fermerlar milliardlab pullarini klasterlardan qanday olishni bilmasdan yurishibdi. Klasterdagi o'yinlar tufayli fermerlar qarzga botib ketishgan. Surxondaryolik fermerlar negativga aytishlaricha, hokim Ulug'bek Qosimov prezidentning qaroriga zid ravishda, bu menimcha o'sha 205-qaror nazarda tutishyapti. Fermerlarni bitta klaster bilan, ya'ni Termiz Jayhun klasteri bilan shartnoma qilishga majbur qilyapti. Prezident qarorida esa fermer o'z hosilini birja orqali o'zi istagan klasterga sota olishi ko'rsatilgan. Ajablanarli tomoni shundaki, Termiz Jayhun klaster faoliyati sudning qarori bilan 22 oyga to'xtatilgan. Lekin bu holat negadir viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovni o'ylantirmaydi. Tasdiqlamagan xabarlarga ko'ra, Termiz Jayhun klasteri ortida respublika prezidentiga yaqin odamlar turibdi va shuning uchun viloyat hokimi o'lib tirilib barcha fermerlarni shu klasterga bog'lamoqda. Fermerlar dardini esa tinglaydigan odam yo'q. Surxondaryo hokimi mukofotga emas, jazoga munosib bir mulozim. Buni isbotlovchi hujjatlar negativ dasturida yetarlicha topiladi. Sherobod tumanidagi suvli yerlarga noqonuniy qurilgan kottejlar haqida bir necha marta gapirdik. Bu yerlarda qurilgan uylarda kimlar yashayotganini ham aytdik. Suvli yerga uy qurishni viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov buyurgani ham ochiqlandi, lekin hech narsa o'zgargani yo'q. Negativ dasturi Surxondaryodan kelayotgan shikoyatlarni, video hamda audio va boshqa hujjatlarni sharhlab borishda davom etadi. Davlat mukofotidan Ichki ishlar vaziri Bobojonov ham quruq qolmabdi. U kishiga birinchi darajali shon sharaf ordeni berilibdi. Militsiya hibsxonalarida qiynoqlar tufayli jon berganlar go'rida tikka turgan bo'lsa kerak. Odamlarni qabulida sarg'aytirishni yaxshi ko'radigan Oliy sud raisi Baxtiyor Islomov esa do'stlik ordeniga ravo ko'rilibdi. Toshkent bu yil bir necha marotaba dunyodagi eng havosi ifloslangan shahar reytingida birinchi o'ringa chiqdi. Bejizga bunday bo'lmagan ekan, mana ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish vaziri Aziz Abduhakimov mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlandi. Mukofotlanganlar orasida O'zbekistondagi eng yirik suv xo'jaligi tashkilotlaridan biri Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi boshlig'i senator Ilhom Qurbonov ham bor. Kuni kecha bu kishi prezidentning farmoni bilan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan irrigator faxriy unvoni bilan mukofotlandi. Qarshi magistral kanali nima u? Bu anchayin murakkab va aytish mumkinki noyob muhandislik inshooti. Talimarjon suv omborini eshitgansiz. Bu suv omboriga suv qudratli elektr nasoslari orqali Amudaryodan 26,5 metr balandlikka ko'tarilib suv beriladi. Qarshi cho'lida o'zlashtirilgan qo'riq yerlarni ana shu suv ombori suv bilan ta'minlaydi. Amudaryoning Talimarjon suv omboriga eng yaqin joyi qo'shni Turkmaniston hududida. Shuning uchun suv tortadigan nasoslarning barchasi qo'shni davlatning hududida joylashgan. Kanallar boshqarmasining ishchilari nasoslarga xizmat ko'rsatish uchun Turkmaniston hududida bir necha kunlab qolib ishlashadi. Nima uchun bularni aytyapman?
Chunki negativga kelgan ma'lumotlarga ko'ra aynan o'sha nasoslarga xizmat ko'rsatish korrupsion sxemalar yordamida amalga oshiriladi. Va bu ishlarning boshida deyishdi ishchi xodimlar. Kanallar boshqarmasi rahbari senator Ilhom Qurbonovning o'zi turadi. Qarshi kanallar boshqarmasida sodir etilayotgan qonunsizliklar haqida ma'lumotlar juda ko'p. Shulardan bir nechtasini aytib o'taman. Masalan, boshqarma ishchi xodimlari suv nasoslariga xizmat ko'rsatish uchun Turkmaniston tomonga o'tishcha har bir transport vositasiga 75 ming so'mdan pul to'lashadi. To'langan pulni chekini ular boshqarmaga topshirishadi, chunki boshqarma ularning o'sha o'tish-kelish xarajatlarini to'lashi kerak. Biroq mana 2 yil bo'libdiki, boshqarma ishchilariga xarajat pullari to'lanmaydi. Ishchilar bu haqda senator rahbar Ilhom Qurbonovga aytishgan bo'lsalarda, rahbar ularning arz-dodiga quloq solmaydi. Bundan tashqari negativga kelgan hujjatlarga ko'ra nasoslarga texnik xizmat ko'rsatishda qo'shib yozish va mablag'ni talon-taroj qilishga yo'l qo'yiladi. Ishchi xodimlar 6 oydan buyon oylik olishmagan. Ular shartnomasiz ishlatilgan. Taftish.uz internet nashriga Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi navbatchi muhandisi Saidova Farog'at Nabiyevna va boshqalardan murojaat arizalari kelib tushgan. Murojaatchi Farog'at Saidova o'z arizasida Qarshi magistral kanalidan foydalanish boshqarmasi boshlig'i Qurbonov Ilhom boshqarmada faoliyat yurituvchi ayollarga nisbatan nohaqlik va hurmatsizlik qilib kelayotganligi, u tashkilot bo'linmalarida mehnat faoliyatini olib borayotgan ishchi xodimlarga beriladigan rag'batlar qog'ozda qolib ketayotganligini, u davlat mablag'laridan hamtovoq firmalar orqali yaroqsiz detallarni kirgizib nasos stansiyalarida metallon bo'lib yotganini, 2020-2021 yillarda davlat mablag'idan sotib olingan yaroqsiz kulfaklar, 120 donadan ortiq zajivlar nasos stansiyasi burchagida metallon bo'lib yotgan bo'lsa-da, kiruv atmetkasida yacheykaga qo'yiladigan 1000 amper maslenik o'rniga 630 amper maslenikni o'zgartirib, 1000 amper qilib noqonuniy hujjatlarni to'ldirganligini, 2017-yilda 5 va 6 nasos stansiyalarida har bir agregat ta'miri uchun 135 milliondan ortiq summada bajarilgan ishni ishchi xodimlarni aldov yo'li bilan ishlatib, ish haqlari to'lab berilmaganligi, holat yuzasidan prokuratura organiga murojaat qilinganda 5-nasos stansiyasi boshlig'i Do'stmurodov va 6-nasos stansiyasi boshlig'i Egamov tomonidan ishlagan ishchi xodimlar imzolari soxtalashtirilib, ish yopib yuborilganligi. Qarshi magistral kanali foydalanish boshqarmasi markaziy ta'mirlash ustaxonasida agregat qismining bir bo'lagi NNP va VNPlar o'zining hamtovog'i Agrosuv Texmontaj firmasi orqali fazaga ajratilganligi pul mablag'laridan aylantirilib, cho'ntagiga kirganligi, shuningdek 2-nasos stansiyasiga kiritilgan seksiyalar Qurbonov tomonidan to'sqinlik qilinishi natijasida suv tagida qolib ketganligini, shuningdek 5-nasos stansiyasidagi yacheykalarni bajargan ishlari 2017-yildan hozirgi kunga qadar turib aprovodda bajarilgan ishlarni ish haqlari to'lab berilmasdan talon-taroj qilinganligi bayon qilingan. Bundan bir necha yil avval Suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Sohib Musulmonov kanallar boshqarmasi rahbari Ilhom Qurbonov ustidan tushgan shikoyatlarni tekshirish uchun o'sha Qarshi shahriga kelgan ekan. Aytishlaricha, o'shanda juda ko'p faktlar tasdiqlangan, lekin senatorning mushugini shu paytgacha hech kim pish demagan. Negativ dasturi mukofotlangan senator Qarshi kanallar boshqarmasi rahbari Ilhom Qurbonov mavzusiga hali yana qaytadi. Gap ko'p, ko'mir oz. Yashirishning hojati yo'q. O'zbekistonliklarning katta qismi bugun mukofotlangan amaldorlardan norozi. Har qalay bizgacha kelayotgan shikoyatlar shuni ko'rsatib turibdi. Amaldorlarga berilayotgan davlat mukofotlari bu shunchaki orden yoki medal emas, har bir mukofotning o'ziga yarasha puli va imtiyozlari bor. Bu esa byudjetdan, ya'ni xalqning cho'ntagidan qoplanadi. Shunday ekan, davlat mukofoti bilan taqdirlangan mulozimlar